Zapchast bozordan kelishin 2-qator bo'ladi. 185-magazin bo'ladi. Tashkent Stengidan kelishin 6-qator bo'ladi. 185 bo'ladi. Umurbek, men sana aytgandim jo'ra. Vajlaringni bitta solishtirib ko'raman. Hazarasibdan optim joyidan ham arzon bo'lsa reklama etaman dedim. Va'dami? Naskitcha ko'p berding. Çalbırlar, yoski, görüyorlar 3 qator mesela bel rezinkali, pol plastik kiyme, yosh katta ekalamiz uchunmi? Geladilar 95 mingdan ikkita beradilar. Hammasi 95 dan. 95 mingdan. Yetami xalqqa. Geladilar, so'rasini razmer topib beramsan mesela xudo xolasa. Ko'naklarini qo'shadigan ikkisini bir olsa. 95 mingdan ketdi. 95. 160 bozor sotib o'tiribdi bu narsalar hammasini. Sifatini o'zingiz baho beraverasiz. Mesela solishtirib ko'raman desalar ham bemalol xafa bo'lmaysiz. Shulardan 180 ming, 160 ming sotadi bozor. 95 mingdan tutib ko'ringlar materialimiz. Material zakatda zo'r ekan lekin bu. Geladi 95 mingdan ikkita beradilar. Keyin yana podroskoy. So'ragan yosh kichkina ukalarimiz uchun ham 85 ming so'mdan podroskoylar hammasi. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Ok desami, seni desami hammasini topib beramiz. Ok ko'p odam 150 ming so'mdan sotadi bu narsalar. Necha beramiz? 85 ming so'mdan yetdi bu narsalar. 85 mingdan. Xudo xolasa bir hafta ko'p beraman. Sen uchun 4-o'yin deding-ku, 4-o'yingacha. Bu 2-o'yinmi? 4-o'yingacha. Aldimizdagi 4-gacha. Keyin bendagi narsalarimiz ham qimmat chalg'ularga qo'ymaydi, shularga deyarli uchun. Shu İzmir eng qimmat nelari, Pikaslar biladilar bular. Olib gibri odamlar biladi 380-400 ming so'mdan olib birdilar bular. Keladilar 220 ming so'mdan beraman. 160 kilo chiqqan erkaklar ham bormi? Bor. Bemalol. Kan yoshdagi akalarimiz ham kelasizlar, bemalol topib beramiz. 7 yoshda 70 yoshgacha kilosi 7 kilodan 170 kilogacha topib beraman xudo xolasa. Aniq bor. Aniq topib. Mendan ko'p odam so'ravadi, "Semizlarni nechun qo'ymaydi xalq?" dedilar. Ina bemalol kelaverasizlar. Ibondasa Xitoy futbolkalar ham bor. Bemalol ko'raverasiz. Futbolkalar ham skitka, hammasini skitkada beramiz xudo xolasa. Ichadan beramiz. Narsalarni kelsa, senga, menga obuna bo'lib kelishi kerakligiga, bunisi kelgan klientimiz. Masalan, sizga Umurbek Stayla Hazaras bozoruna obuna bo'ldum deyarlari beramiz. Ichadan beramiz. 50% skitka. Shularga masalan 200 ming so'mlik narsalari 110 ming so'mdan beraman. Gasillab, tutsularni ko'rib, sifatini o'zingiz baho berasiz. Netaveradi. Umuman muammosi yo'q. Sportifikalar ham ko'p odam 450 mingdan 400 mingdan olib bitdi bu narsalarni. Buni necha beramiz? Bu narsalar 330 ming so'mdan, bu nelarni 300 ming so'mdan ko'p beraman. Gasilla 50 58 gacha razmeri bor. Asamini aytamiz, boshdan oyoq kiyinganlarga yana bonus etib berasan, xudo xolasa. Klientlarga bonus etib berasan. Gasilla kerak bo'lsa bir narsaga qarab qo'shib ham beramiz, xudo xolasa. O'zim ham ishidagina giyindim, bahosini beraverasizlar. Bilasizlar, sifatli vajbari bir zakonlikdan odamlar zo'r turadi. Salbiram, yo'nakam ishidan bitdi. Tavsiya etaman, bemalol o'zingiz ham kelaverasizlar.